Husanovdan keyin navbat Hasanov va Sodiqovga. O'zbekiston U17 jamoasining 2 a'zosi Portugaliya klubiga o'tmoqda. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zolari Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov faoliyatini Yevropada davom ettirishi kutilmoqda. Rossiyalik insider Ivan Karpovning yozishicha, Portugaliyaning Braga klubi o'zbekistonlik 17 yoshli 2 futbolchini Bunyodkor klubi va Odil Ahmedov futbol akademiyasidan 1 yillik ijara asosida o'z safiga qo'shib olishga qaror qilgan. Hasanov va Sodiqov 2026-yilning yozida 18 yoshga to'lgach Braga safiga qo'shiladi. Qayd etilishicha, Portugaliyaning 4-klubi sanaladigan Braga rahbariyati o'zbekistonlik yosh iqtidorlarni Qatarda o'tgan o'smirlar o'rtasidagi jihatcha 2025 da kuzatib borgan. Har ikki futbolchi dekabr oyida Portugal klubi taklifiga ko'ra jamoada 2 haftalik yig'inda qatnashgan va murabbiylar shtabida iliq taassurot qoldirgach, bu borada rasmiy taklif jo'natgan. Manbaga ko'ra, Braga va o'zbek klublari o'rtasidagi kelishuvga binoan Portugal klubi futbolchini ijara muddati yakuniga yetgandan keyin o'z safida qoldirishga qaror qilsa, Sadriddin Hasanovni 250 ming yevroga, Sayfiddin Sodiqovni esa 300 ming yevroga sotib olishi va 5 yillik shartnoma imzolanishi belgilangan. Bu ma'lumotlarni aslida klublar e'lon qilishi lozim. Bu yigitlar allaqachon Portugaliyada bo'lib, klubda sinovdan o'tishdi. Hozircha sizga faqat shuni ma'lum qila olaman. Qolganini klublar rasmiy e'lon qilishini kutamiz, dedi futbolchilarning huquqini himoya qiluvchi Pro Sports Management agentligi rasmiysi sobiq futbolchi Yegor Krimets. O'zbekistonlik yangi duet Portugaliyadagi faoliyati orqali Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov kabi futbolchilar yo'lini takrorlashga urinib ko'radi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 17 yoshli hujumchi Hasanov 2025-yil yakunlariga ko'ra The Guardian tasnifiga ko'ra jahonning eng iqtidorli 60 futbolchisi reytingidan joy olgandi. U Osiyo Kubogi U17 turnirining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgandi. 2025-yil yakunida esa OFA tomonidan O'zbekistonning eng yaxshi yosh o'yinchisiga aylangandi. Sodiqov esa Osiyo Kubogi U17ning eng yaxshi assistentiga aylangandi. Ma'lumot uchun, Braga chempionatda Porto, Benfica va Sportingdan keyingi 4-o'rinda egallab turibdi. Yevropa ligasida esa yarim finalga yo'l olib, Freiburgga qarshi maydonga tushadi.